Nimaga ulardan qo'rqasan, a? Nimadan qo'rqasan, a? Ikkisini bir-biriga birato'la isitib olamiz. Yo'lingga qara. Odam, tormozni bos. Jinnursan. Endi nima bo'ladi? Haligi Aziz aka avtohalokatga uchrabdi. Bir yosh yigit yo'lning o'rtasida mashinada urib ketibdi. Biz ham sizdan kam qayg'urayotganimiz yo'q. Yolg'on gapirmang. Oyjon, iltimos. Oldin yaxshilab o'ylab ko'raylik. Qarib qolgan kampirlarga o'xshab gapirasan-a, Sabina? Aka, Lekin keyingi safar barcha tahlil natijalarini topshirasiz. Albatta. O'rtoqjon, juda ham aqllisan-da. Xo'sh, Firdavs akandan xabar bormi? Yo'q. O'sha kundan beri ko'rganim yo'q. Dilya, yana bir bor o'ylab ko'r. Xo'sh, bolani tug'ding ham deylik. Keyinchi? Keyin nima bo'ladi? O'z otasi tan olmagan, o'z otasiga kerak bo'lmagan bolani kimga keragi bor? Keragi bor. Keragi bor, Sevar. Meni hamma rejalarim hali oldinda. Meni qo'limdagi karta oddiy karta emas. Hozir uni ochib qo'ysam, yutqazib qo'yaman. Biroz sabr qilishim kerak. Bolani tug'ib olganimdan keyin albatta ko'rsataman. Ishqilib. Oxiri baxayr bo'lsin-da. Uni buni qo'y. O'zingning ishlaring yaxshimi? Yaxshi, bo'ladi. Xola. Ha, kelyapsanmi? Bu oyoq zirqirayaptimi? Bu oyoq bechara. Suyaklarim og'rib, kechasi kunduzi tinch qo'ymayapti. Buni sirogi tugagan. Ha, kul. Sen oldin meni yoshimga yetib olgin. Keyin ko'raman ahvolingni. Yo'q. Men sizga o'xshab bola chaqa, uy-joy dardi bilan yashamayman. Men bugungi kunim bilan yashayman. Bugun maza qilib yashayman. Ertaga bir gap bo'lar. Zarilmi o'zimni o'tga, cho'g'ga urib. Mana qarib odamni oyog'i kuchdan qolganida yolg'iz qolasan. Nima qilasan? Bu joningni jabborga berib boqqan farzandlaringga ham o'zi bilan o'zi ovora bo'lib yolg'iz tashlab ketishadi. Siz ahvolingizda o'tiramanmi? Qo'ying endi, nima keragi bor yig'lashni? Bo'lar ish bo'ldi. O'tgan o'tib ketdi. Nimasini aytasan? Qizim deb butun yoshligimni, yosh umrimni o'tkazdim. Qizim yaxshi yashasin, yaxshi kiysin, yaxshi yursin deb degan jinoyat qildim, qo'limni qonga biyladim. Mana oxiri nima bo'ldi? Qizim mendan irgandi. Hatto bir marta qo'ng'iroq qilib holimni so'ramaydi. Ahvolimni qariganimda sigaret sotib kun ko'ryapman. Bo'pti xola, yaxshi o'tiring. Buni yozib qo'ying. Hop. Mana. O'zingizga o't qo'yib yormang. Boring. Qarama, ko'zing qursin. Ochib qo'yibdimi?
Assalomu alaykum. Shahnoza, Hov, anu nusxang o'chkur qachon keldi? ha, boyagina kirib kelgan edi. Shunaqa de. Ha, Shahboz akang qani? Ko'rdingmi? Ha, odamlar bilan o'tiribdilar. Mayli, ishlaringni qil. Xo'p. Dada vaziyat chigallashib ketdi. Biz bunday bo'ladi deb o'ylamagandik. Firdavs to'g'ri aytyapti. Hammasi rejadagidek ketayotgandi. Qanaqa reja? Men senlarga ozgina qo'rqitib qo'yib, keyin biror joyga jo'natib yubor demaganmidim? Shunday. Xo'sh, niyatingga yetdingmi? Nima bo'ldi endi? Bu yoq qanchaga tushdi? Bitta insonni umriga zomin bo'lishga sababchi bo'ldilaring. Bunday bo'lishini kutmagandik biz. Bo'lar ish bo'ldi. Endi nima bo'lmasin, o'sha so'takni onasini moylash kerak. Tushuntira oldimmi? Bo'lmasa hamma ish chappasiga ketadi. Unaqalardan hamma narsani kutsa bo'ladi. Bajaramiz. Ehtiyot bo'l. Yana qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib yurmagin. Xo'p dada. Sen ham tushundingmi? Ha, tushundim. Dovdirama. Bo'shsanlar. Xo'p dada. Shahboz. Shahboz. Oyi, Bu yoqqa qara bolam. Qaynonangni bir amallab jo'natvordim. O'zidan o'zi qizimni siz o'ldirgansiz deb menga tashlanib qolsa bo'ladimi? sizga nega tashlanadi? Tavba, qizini biz o'ldirganmishmiz. Iye. Shunaqa dedimi? O'zim ham nima deyishni bilmay qoldim. Menga qara. Anu bezbet indamasdan kirib kelaverdimi? Indamadingmi? Hech narsa deya olmadim. Buni ustiga Sardorbek uni etagiga yopishib oldi. Bechora o'g'lim onasini ko'rmaganiga gapirmay qo'ygandi. Uni ko'rdi-yu, etagiga yopishib oldi. Ana ko'rdingmi? Hozir ham bolani bag'riga bosib, o'zini yumshoq supurgi qilib hammaga ko'rsatib o'tiribdi. Xuddi mana meni ko'rib qo'ylaring degandek. Mayli, hozir odamlar ko'ziga yurib tursin. Keldi-ketdi to'xtagandan keyin uni bu yerdan yo'qotish kerak. Tushundingmi? Xo'p. Odam ham shunaqa bezbet bo'ladimi? Hay desang ham kirib kelaveradi. Mayli. Bir yo'l topilar oyijon.
Bo'pti. Kamchilik yo'qmi? Yo'q oyijon. Hammasi joyida. Onasi? O onasi. Assalomu alaykum. Keldingizmi dadasi? Teshdingmi onasi? Yaxshi keldingizmi? Ha, yana tobiy qochdimi? Yo'q. Ha kunlik dorilarimni ichib, biroz uzanib yotgandim. Men yaxshiman, xavotir olmang. Aziza qani? Aziza? Aziza? Chaqirmang, dadasi chaqirmang. Qizingiz uyda emas. Qayerga ketdi? Bugun qudangiznikiga borgandik. Xo'sh, Uylarda janoza bo'layotgan ekan. Qizingiz o'sha yerda. nega u yerga bordilaring? Ha, ertalab menga poliklinikaga chiqamiz deganlaring-ku. Ha? O'zim asal qizim. Meni quvonchim. Ish qilib seni baxtingni ko'rish menga nasib qilarmikin? Nega unday deysiz, oyi? Endi aytaman-da. Odamzod bugun bor, ertaga yo'q. Nima bo'lishini oldindan hech kim bilmaydi-ku. To'g'rimi? Oyi, meni kechiring. Hammasi meni deb bo'ldi. Hammasiga men aybdorman. Unday dema qizim. Shunaqa bo'lish kerak ekan bo'ldi. Inson peshonasiga yozilgandan hech qachon qochib qutula olmaydi. Hayotimizdagi har bir voqea bizga dars bo'lishi kerak. Kim ham o'ylabdi deysan bunaqa bo'lishini bolam. Endi nima qilamiz? Shunga boshim qotib qoldi. La'nati so'tak. Juda ham bosh og'riq bo'ldi-da. Onasi ham ancha-muncha narsaga ko'nadigan ayolga o'xshamayapti. Biror narsa o'ylab topish kerak. Agar shartimizga ko'nmasa, o'g'lini qamatamiz deymiz. Shundoq ham qamalishi aniq-ku. Uni chiqarishi yo'lini topsa bo'ladi. Buning uchun Shahbozni qaynanasi arizasini qaytarib olish kerak. Ha? Jin ursin. Hammasi chigallashib ketdi. Biror yo'lni topish kerak. Onasi, Ha, dadasi. men hozir kelaman. Qayoqqa ketyapsiz? Qizimni olib kelishga. U yerda qolsa uni yana xorlashadi. Endi bunga dosh bera olmayman. Jon dadasi, bormang. Ozgina kutaylik. Balki o'zi kelib qolar. Haydamaslardan avval o'zim borib olib kelaman. Yo'q, janoza bo'lgan u yerda. Borsangiz hozir bitta muammo chiqishi mumkin. Qo'ying. U yerda undan xavotir olib qo'l qovushtirib o'tiramanmi? Men ham sizdan kam xavotir olayotganim yo'q.
Lekin hozir borsangiz, qaynonani fe'lini bilasiz. U xotin mayit chiqqan uydan janjal ko'tarishdan ham toymaydi. Unda nima qildiysan? Dadasi, qizimiz erini yonida. Og'ir kunida tashlab ketish yaramaydi bilasiz. Keyin ular hali ajrashmadi. Hozir u eriga kerak. Qo'y. Oyjon choy. Akajon choy. Xo'p. Bugun hammaga ham juda og'ir kun bo'ldi. Yotib dam olmasak bo'lmaydi. Hamdardligini bildirib bo'lgan bo'lsa, ayt. Ketishi mumkin. Oyi. Oyim to'g'ri gapiryaptilar. Kelganing uchun rahmat. Endi ketaversin. Aka, siz ham Hech qisi yo'q. Shohrux aka, men ketaman. Bu uyda meni deb muammo chiqishini istamayman. balki bugun qolarsan. O'zi ketaman deyapti-ku. Ha? Bo'ldi-da. Qorong'ida bitta o'zini ketishidan qo'rqyapsanmi? Qo'rqma. Xotining yarim kechalarda ko'cha sandiroqlab yurib, o'rganib qolgan. Xavotir olma. O'zi keldimi, o'zi ketadi. Mayli. Men bora qolay. To'xta aziza. O'tir joyingga. Oyi, O'tir joyingga.
qachondir qilgan qing'irishlaringni uchi chiqib qolsa, Lolani oldida uyalib qolmaysanmi? Unga uylanaman deb va'da berding. Aslida-chi, unga loyiqmisan? Yaxshi aylandik-a? Lola. Ko'zlaring juda chiroyli-a? Voy, bo'ldi endi keta qoling. Birortasi ko'rib qolmasin. Voy, nima qilibdi ko'rsa? Endi menikisan? Iya. Qo'shishchi shunaqa gaplarni. Bilasanmi Lola? Men umuman boshqa odam edim. Ammo shu ko'zlaringni ko'rdim-u tamom bo'ldim. Sen meni butunlay o'zgartirib yubording. Bundan avval menda umuman mehr-muhabbat degan narsa yo'q edi. Sen meni tamoman boshqa inson bo'lishga majbur qilding. Lola. Siz o'zingizni kim deb o'ylayapsiz, ha? Shaharni aylantirib bitta o'yinchoqqa aldadingizmi, ha? Gapni ham olasiz-da. Men unaqa edim, men bunaqa edim. Ko'zingizni o'yib olaymi? Nima qilib o'tiribsiz? Turing. Boring uyingizga keting. Yo'q, mayli, hech qisi yo'q. Yumshoqqina ekan. Siz davom etavering. Marhamat, davom eting. Ey, boring ey. Men ketdim. Ha, mayli. Nima siz ertalabgacha o'tirmoqchimisiz? Siz uchun hamma narsaga tayyorman. Ha. Unda ertalab ko'rishguncha. Mayli. Xayr. Jahl qilish ham o'ziga yarashadi. Rostdan ham. Zahot ketmasin. Qizim, keldingmi? Assalomu alaykum dadajon. Kel og'a. Ha qizim. Namuncha o'zing xo'rlamasang. Ha, ba'zida hamma narsani o'z holiga ham tashlash kerak.
Sardorbekni ko'zim qiymadi dada. U hali judayam kichkina. To'g'ri, juda ham kichkina. Lekin ilojimiz qancha? Jonni o'zi bergan, o'zi oladi. Allohning ishlariga qarshi chiqib bo'lmaydi. Dadajon, yaxshiyam siz borsiz. Qizim. Oyi, uxladimi Sardor? Ha, uxlab qoldi. Zo'rg'a uxlatdim. Ana u oting uchquri so'raverib quloqimga yamiyadi. Oyi, nimaga Azizani bunchalik yomon ko'rasiz? Nimasini yaxshi ko'rishim kerak uni? Bilasizmi oyi? Aslida Azizani umuman aybi yo'q. Hamma ayb menda. To'ppa to'g'ri. Hamma ayb o'zingda. Agar sen o'shanda ikkita oyog'ingni bitta etikka tiqib olib, shu qizga uylanaman deb tura olmaganingda, hammasi boshqacha bo'lardi. Albatta o'zingda ayb. Oyi, siz meni tushunmayapsiz. Juda yaxshi tushunib turibman. Oyi, nima gap? Uxlamadimi? Ha, Sardorbekmi? Uxlatib chiqdim. Voy, bolalar, kech bo'ldi. Ertaga yana barvaqt turamiz. Keldi ketdi bo'ladi. Men ham uxlayman. Voy, sizlar ham uxlanglar. Kech bo'ldi. Yaxshi dam oling, Ha, sizlar ham yaxshi dam olinglar. Ehtiyot bo'l. Ha, ketyapsizlarmi? Ha, biz tayyor. Yaxshi, ehtiyot bo'linglar. Sen esa odobli bola bo'lgin, xo'p? Odobli bola bo'lsam, dadam keladilarmi? Bolam, nega unday deyapsan? Bog'chada o'rtog'im odobli bola bo'lgani uchun otasi bilan oyisi kelib olib ketdi. Men ham odobli bo'lsam olib ketadimi dadam? Dadang keladilar, to'ychog'im. U seni juda ham yaxshi ko'radi. Mayli, yaxshi boringlar. Ketdik, Mustafa. Yaxshi o'tiring, oyijon. Voy, bechora qiz-ey, yaxshi ish bo'lmabdi-da. Shuni ayting. Endigina xursand bo'layotgandim. Erga tegib ketarkan deb. Endi nima bo'ladi? Fotihasi qaytgan qizni kim kelin qiladi, a? Ha, uni bir balosi bo'lsa kerak deb o'ylashadi.
Qaynonam ham shuni o'ylab kasal bo'lib qoldilar. Ana, Xonalardan chiqqanlari yo'q. ko'rdingmi? Hammadan ham onaga qiyin bo'ladi, bolam. Xudo onani yaratmasin ekan. Eng qizig'i, to'yi qaytgan kundan keyin ertasi kuniyoq yigit ko'chada bir ayolni urib yuboribdi. Voy o'lmasam. Ayolni o'sha yerda o'zida joni uzilibdi. Bechora, bola chaqasi bordir. Orqasidan chirillab qolgandir, a? Bilmadim. Yoshgina juvon deyishyapti. Voy. Bo'ldi qil. Ko'rishganimizdan beri sovuq gaplarni gapirasan. O'zing haqingda gapir. Axir sog'inganman bu bola. O'zim o'rgilay sendan. O'zim oyijonim. Nima bo'ldi? Ayol hamma narsaga rozi. Faqat o'g'li qamalmasa bo'ldi. Unisiga o'zim aqlim ham yetadi. Sen bu yog'ini surishtirdingmi? Surishtirdim. Faqat sal ko'proq so'rayapti-da. Qancha ketsa ham sen bu ishni tezroq hal qilgin. Bosti qilish kerak. Eng asosiysi, hech qayerda na meni, na dadamni ismi tilga olinmasligi kerak. Tushundingmi? Men ham shuni harakatidaman. Hozir qayerga borishimiz kerak? Xo'sh. Mana shu yerga. Yaxshi. Menga qara qizim. Uyga borganingda ana o'rtog'ing bor edi-ku, oti nima edi? Azizami? Ha. O'shandan xabar olib qo'ysang bo'lar ekan. Anchadan buyon uyda. Menimcha turmushi o'xshamagan-o. Qo'ni-qo'shni hammani og'zida Aziza. Onasi bechora yotib qoldi. Yuragi anchadan beri kasal. Eski kasali xuruj qilib ancha qiynaldi sho'rlik. Bolam, onani dardi bolada bo'lar ekan. Mahallada qanaqa kerilib yurardi-ya. Qizim undoq, qizim mundoq deb. Qizini so'rab kelganlarni son sanog'i yo'q edi. Endi esa odamlarni ko'ziga ko'rishga uyalib, ko'chaga ham chiqmay qo'ydi. Oyi, o'zi nimaga ajrashibdi? Axir sevganiga turmushga chiqqandi-ku. Qayerdan bilaman, qizim? Aytishlaricha, qaynonasi benomus chiqdi deb sig'dirmayotganmish. Nima? Benomus? Endi shunaqa deyishdi. Bo'lishi mumkin emas. Men ham shuni aytaman-da. Odamni olasi ichida bo'ladi deyshadi. Xudoyim, odamlarga gap topildi. Kuttirib qo'ymadimmi, yaxshi qiz? Uchrashuvga chaqirgan odam ham kech qoladimi? Kutilmaganda zararli ishim chiqib qoldi. Bir qoshiq qonimdan kechsangiz, aybimni yuvishga harakat qilaman. Xo'sh, qanaqa qilib aybingizni yuvmoqchisiz? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Hozircha bizga ichimlik olib keling. Qolganini keyin aytamiz. Xo'p bo'ladi. Xullas, qayerda to'xtagan edik? Aybingizni yuvmoqchi ekanligingiz haqida gapirayotgandingiz. Ha. Xo'sh, aybimni qanday yuvay? Ayting. Tilagingizni. Qo'limdan kelganicha bajarishga harakat qilaman.
avval ovqatlanib olaylik, keyin birgalashib o'ylab ko'ramiz. Siz nima desangiz shu. Do'stim, O'libek, qarab oling. hozir. Shahnoza, Hov. men kiyinib xolangnikiga bormoqchiman. Sen bugun uyda bo'lib turgin, xo'pmi qizim? Xo'p. Aytganday, qozonga ovqat solib qo'ydim. Yarim soatdan keyin xabar olgin. Xo'p, oyi, yosh bola emasman-ku. Ehtiyot bo'lgin deyman-da. Xo'p, oyi, ehtiyot bo'laman. Ha. Qizim, Yana nima? Shohrux haqidagi gapni o'ylab ko'rdingmi? Oyi, yana o'sha gapmi? Kecha ko'rdingiz-ku bir-biriga qanaq qaraganini. Mayli, qaraversin. Nima, bir umr turmushga chiqmasdan o'tib ketmoqchimisan? U qizdan nima kam joying bor? Shohrux juda ham yaxshi yigit. Bunday fursatni qo'ldan boy bersang, bir umr afsuslanib o'tasan, bolam. Bo'pti, men ketyapman. Yaxshilab o'ylab ko'rgin, xo'pmi? Xo'p. Xo'p. Nima? Mafiya deysanmi? Lekin qara, hozir qanaqa baxtlisan. Qizimni narsalarini olaman deb keliningiz uyiga kirib ketdi. Endi bularni kim kiyadi qizim? Kim? Xo'sh, o'sha peshonasi sho'r yigit kim ekan? Opa-singil anchagacha gaplashmay qo'yishgan. Hatto to'yiga ham bormagan Hilola. Meni gapimni ikki qilganlarni yoqtirmayman. Hoziroq keting. Yo'qsa bir narsa qilib qo'yaman, chiqib keting.